meni ham mana shunday asabim buziladi. Mana quloqni do'qillatib tashladi. Juda ham yoqmayapti. Hayron qolaman bir xil qanday qilib derazasini ochib haydab yuradi, Lo'roqqa. Mana usti yo'q mashina mana ketyapti. Qanday yuribdi? Asabiga qo'ying. Hozir shamol tezligi qanchalik bilasizmi? Hozir biz borki 120 130 bilan ketamiz. Qarab qarshilashib ketsangiz uyg'otadi. Shunday ana qilinganda xavfsizlik. Uyqusirab keteraski Dilbar. Mashinangiz nima bo'lib ketadi? Uyg'otadi sizni. Uyg'onib ketasiz o'shandan. Spetsialni qilingan. Qarang, mana sabi qiyotinni uxlab oldiz. Mana. Qaradim. Uxlab qoldi deb o'yladingizmi? O'yladim sizni sho'ntirdim. Buncha abatoqchi bo'lib qolibdi. Chiroyli ana keldik. Bismillahirrahmanirrahim. O, sentli stoli o'zbek ekan-ku, bilmas ekanmiz-ku. Mana shu mashinaning hammasi o'zbeklar hozir mana yerda piknik qilishyapti. Biz ham keldik. Men mashinamning ustiga boyliklar ortib kelyapman desam. Ketdik o'zbeklar. O'zbeklar yangi o'zbeklar bilan tanishgani keldi. Assalomu alaykum. Kimdir ketyapti ham уже. Ketgani qancha? Biz hali ko'rmay qolganlarimiz ham qancha? Mister 07 ekan. Mana yerda bitta. Shular hammasi Amerikadagi o'zbeklar. Shunday. Mana o'zbek bolalar. O'zbeklar mana yana yig'ildi. Bugun St. Charlesga o'zbeklar mehmonga chaqirishgan, shaqa kelganmiz, kelamiz. Yasmina. Ay jonim menim. O'zbekchasi varray uchrashyapti. Yo'q, o'zbekchasi bo'lib ketdi varraylar ham. Mana shunday shuncha o'zbek bor ekan, bilmaykanmiz. Kimdir videoga olib tursin. Videosini qo'ymay tursin. Men olaman. Men olaman. Ebe ayollarni. Canım ama kızlar hala tanıyacağım. Hech kim so'ramagan agar tijorat bo'lmasa endi. Mana St. Louisda shuncha o'zbek. Mana bolachalar yuziga chizishga odam chaqirtirishibdi, bolachalarga sharik tushirib beradigan odam chaqirtirishibdi, erkaklar alohida o'tirishibdi. Mana bolalar mana yerda o'ynashyapti, barraga o'tib, ko'pgina qizlar mana yerda o'ynashyapti. Medavitda avtori kim? Bilmayman. Rosa chiroyli chiqdi.
Qanday ekan, Kamola? So'raykan deydi. Mana bitta O'zbekistondan kelib qolgan yosh bolachamiz ham bor ekanlarda, varrak uchiryaptilar. Yoshliklari eslariga tushib qolibdi. Kamol opamizni. Vashi chotga uchapti lekin. Qo'yvore, ipini qo'yvore. Kamola. Vashi chotga uchdi. Miércoles se la cornapta. Chiroyli osh. Jarkobni yedik, dahshat bo'libdi. Endi oshga navbat. Olinglar, chiroyli bo'lib turibdi, chiroyli. Yig'ishtiryapti zurga. Hamma yig'ishtirib, tozalab. Endi nasib bo'lsa uyga. Ko'p pul o'zbeklar bilan tanishdik. Tahliylar 1 2 3 deydi. Kechani qaranglar, yeb ichib tugunchasini ham oldilar. Ana chaqoq ekan deb. Yasminka. Ko'rganmisiz?